Mana shu akamiz 12 kun deganda Moskvaga Sankt-Peterburgdan yetib ketdi. Nima maqsadda bu O'zbekistonga velosipedda chiqdingiz? Javlonbek aka Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga g'ildirali velosipedda yo'lga chiqqan ekan. Orzu maqsadga intildim, to'g'risi gap. Hadi. Va yuragimda qanday turardi-da, shu nimadir qilishim kerak. Hamma narsani yig'izdirib tashladim, ishoning. Общий demoqchi, necha kilo vez bilan ketyapsiz, shuni qiziqmoqchiman. Ammo malades, yomon qiyin ekan. Bu orqadagi yukni qarang. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Preveligi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarni faqatgina bizda Mir Preveligida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Preveligi biz bilan hammasi oson. Yalla bu atmosferaga izoh yozmasdan ilojini o'zi yo'q. Albatta like bosib qo'yinglar. Bu tarafimda Sirdaryolik akam Javlonbek va bu tarafimda Namanganlik Dostonbek yana bir assalomu alaykum. Daryoda video qilayotganimizda akamiz kelib, "Uka O'zbekiston bayrog'ini ko'rib keldim. O'zbekmisizlar" deb salom alaykum qilib, "Uka o'tinglar, jinni sizlarga oshim bor" deb oshga harakat qilib, uje tayyor qilib qo'ydi, qaranglar. Bir-birimizga mehr oqibatli insonlarmiz. Hali musofirchilikda, yomon gapi, respekt. 15-20 kun, bir oy vaqt ketadi-da kelib ketishim. Bir oyda bir marta borib kelasiz. Sankt-Peterburgdan Moskvaga 12 kun bo'lib kelgan, endi yana dalsi O'zbekistonga ketar ekan. Ya'ni 3500 kilometr yo'l yurar ekan. Men hozir velosipedini minib, ishonasizmi, qo'rqib ketdim, likillab ketdi. Intervyu qildik. Intervyumizni ko'rsanglar, yana iltimos qilaman, bu videoni maksimalniy darajada like bosib, o'zbekistonlik aka-ukalarimiz jo'natib qo'yinglar. Mana shu akamiz 12 kun deganda Moskvaga Sankt-Peterburgdan yetib ketdi. Aka assalomu alaykum. Sog'ligingiz joyidami? Charchamasdan. Kelib oldingizmi? Mashina bunday qilib qo'yamiz. Siz bilan bir chiroyli intervyu qilamiz. Xo'p. Ismingiz nima? Ismim Javlonbek. Javlonbek aka Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga mashinangga ham, bora samolyotingga ham, avtobusingga deb mana mashinani qattig'ida, ya'ni 2 g'ildirali velosipedda yo'lga chiqqan ekan. Sizlardan iltimos qilaman, mana shu akamizni poddeshka qilish uchun like bosib, yaxshi fikrlar yozib qo'yinglar. Nima maqsadda o'zi yo'lga chiqdi? O'zi nimada kelgan edi, nimada ketyapti? Shu haqida bir qisqacha intervyu qilamiz. Nima maqsadda bu O'zbekistonga velosipedda chiqdingiz? Maqsad endi 3 yil Rossiyada yurib, dastlab kurerchilikda ishladim. Kurerlikda ishladingiz. Da, kurerchilikda ishladim. Topgan pulim yaxshi, yaxshi u yog'iga ham bu yog'iga yetolmaydi, nimadir yurakda Alloh solganida endi aka. Nimadir qilishim kerak deb yurardim. Mana 2 yil oldin o'yladim. 2 yildan keyin mana bari taqdir nasib. Necha kun yo'lga chiqdingiz? 13-may kuni yo'lga chiqqan. 13-may kuni. Bugun 25-may. Значит, 12 kun ichida yetib keldingiz. Haqiqatan 12 kun ichida yetib keldingiz. Plan bo'yicha Toychoqda O'zbekiston necha kun ichida yetib borish? 1 oy, 1,5 oylarda. 1 oy. 1,5 oy. Qiyinchilik nima? Nima qiyinchilik? Nima bo'lyapti? Yo'ldagi militsiya xodimlari sizga nisbatan qanaqa, haligi misol militsiya xodimlari tegingani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Men qaytaman ularning oldiga borib o'zim yo'l adres so'radim-da. Chunki men bayrog'imiz osil turardi. Bayrog'imiz bilan shunaqa yurardim. Mashinada keyin bitta nomer tushib qoldi. Keyin uni olib borib berdim ularga. Ular "Vapsi rahmat" aytib. Yo'lda mashinaning nomeri tushib qolganini olib borib berdingiz. Javlonbek aka o'zi yilingiz nechinchi-yil? 1997-yil. 1997-yil O'zbekistonning qadidan. Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 4-sovxozdan. Sirdaryolik akalarim bormi? Faxrlansak bo'laveradi. O'zbek o'g'loni ko'rardim, piyoda yurganlardi, velosipedda umra, hoj safarlariga borganlardi. Lekin bunaqasi, ya'ni musofirchilikdan Sankt-Peterburgdan aynan O'zbekistonga ketayotgan manaqa Toychoqda endi birinchi marta ko'rib turibman. Shuning uchun bu ukamiz yangi kanal ochgan, Instagram. Maqsad poddeshka qilish. Rahmat. Biz birinchi boshlaganimiz bir poddeshka qilmagan, lekin shunaqa ukalarimiz yaxshi niyatda ketayotgan bo'lsa poddeshka qilish oladim. Menda ham men hozir ishoning, rosa ko'p blogerlarga aytib, yozib, ishoning, bo'lmadi, yo'q hech qanaqa atvet, bitta istoriya qo'yib berishimda ham bitta istoriya ham qo'yib bermadi. Jigarim, endi ularni siz xafa bo'lmang, ularni ham nima desa bo'ladi. Hali SMS yozsangiz ko'p odam javob bermaydi. Har bitta odamga kirib javob beraman. Demoqchi bo'lganim, Javlonbek ukamizni poddeshka qilsanglar juda ham xursand bo'laman. Yo'ldagi holatlar haqida ham gapiring. Qayerda tunab olyapsiz? Bunaqa nima palatka nimalar bormi sizga? Sharoitlar. Palatkam bor, hamma narsam bor, kameralarim zapas, sepim ham bor zapas, yotishga misol uchun, aptechkam ham bor, hamma narsalarim bor. Yostiq, hamma narsalarim bor, naborlar bor. Misol uchun choyxonaga yoki stolovaga svet qila olmay qolsam, iloji yo'q,
o't yoqib qilsangiz bo'ladi, hamma narsaga yaxshi. Yaxshimi? Shtob hali qiyinchilik bo'lmayaptimi? O'zingiz unday chiqqaningizdan to'g'risini ayting. Hali yoningizdagi, birinchi o'shatda yoningizdagilar nima fikr bildirgansiz? Ha, birinchi Husan akam bora olmaysan baribir. Husan aka mana Moskvada o'sha. Seni Husan aka. Salkam 900 kilometrga kelib qo'ydi. O'zi 800 kilometr Moskvagacha Peterdan aynan biz turgan joy Balashqa ham O'zbekistonni yo'li trassada ko'rishib qoldik. Endi qiyinchilik shu sal nima deydi? Paydomga chiqayotganda qiyinchilik bo'lmasa, o'zi bu yaxshi. Misol velosipedda, misol buni qarangda, shu sohada halina zanimatsiya qilganlar ko'proq yurasiz. O'zi zanimatsiya qilganmi shu velosiped? 3 yil kuryer bo'lib ishlagan bo'lsam, 1 yil minganman. Undan keyin kecha yaqinda prava so'radi, elektr velik. Undan keyin velikga yana qaytadan haydashni boshlaganman. Uni yog'iga birov bilsa bilmasa zanimatsiya qilib turganmiz endi. 27,5 balon. 27,5 balon. Balon 27,5. Точно ramasini bilmayman, kichkina ramada. 27,5 pakrushkasi orqasi iloj boricha mягкий pakrushka bo'lishi kerak. Mягкий? Da, mягкий pakrushka bo'lishi kerak. Necha kilo shu velosipedni o'zi? Kilosi necha kilo? Общий demoqchiman, necha kilo ves bilan ketyapsiz? Shuni qiziqmoqchiman. Piyoda yurish velosipeddan ko'ra osonroq. Meni fikrimcha, sizlar nima deysizlar? Piyoda yurish osonmi velosipeddan? Men chunki o'zim 2022-yil shaxsan akalarim bilan hazil qilib qiziqishga 106 kilometrga 24 soat ichida bosib o'taman deb hasil qilib borib ko'rdim. 50 kilometr yurganman oyoqda, vashi pishganman. Tim bo'lib biz ashpatda zanimatsiya qilardik. Hozir zanimatsiya qilmayapmiz. Demoqchi bo'lganim, o'zingiz vesiz, bu kamiga sumka, bu yuklar bilan necha kilo? Примерно bormi? 70 kilo bormi? Yo'q, yuk o'zi bor. 60 kilolar bor aka. 60 kilo. O'zingiz necha kilosiz? O'zim 75 kilo aka. 75, 60 da 135 bo'ladimi? Adashmasam yozib qo'yinglar. 135 kilo bilan молодец. Moskvaga keldim, ana misol uchun kelishga kelib, Kremlda videoga olib qo'ysam ham bo'lardi kechani o'zida profilimga. Keyin joy topa olmasdan, konsistiya bir otelga borib joylashdim. O'sha yerda yotib o'yladim, javlon nahotki o'zimga unda rostni aytaverayman endi. Shunaqa bo'ldi, yotibman. Dushdan chiqqanimdan keyin Allohdan so'rayapman, Allohdan nima qilib, joy namozimni yozib qo'yib, Allohdan so'rab shuni duo qilyapman. Ey Alloh, shu yergacha yetib keldim. Qani bir yangilik yo'qmi? Bironta blogerlar yoki biron bir anaqalar kutib olmadi. Mayli, hech kim значит ko'rmabdi. Alloh ish qilib o'zing buyuksan deb endi misol uchun-da shunaqa Allohdan so'radim. Men kutmagandim rosti gap. Akamizlarni shunday qanaqa qilishini juda xursandman. Oddiy, sodda, mehnatkash, musofir yigitda, aynan musofirlar, bizni kuzatadigan insonlar paddashka qilmasa kim paddashka qiladi? Shuning uchun iltimos qilaman. Sizdan hech qanaqa bir haliga bir ko'p narsa so'ralmayapti. Pul so'ralmayapti, yo bir narsa qilib qo'ydingmi? Prosta yaxshi fikr shu ukamiz Alloh uchun duo qilib bir like bosib, kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Ya'ni shu ukamiz ham ajomas. Alloh nasib qilib bilib bo'lmaydi. Borgancha O'zbekiston 1 million obunachi bo'lib ketdi. Shunaqa yaxshi insonlarga yordam beradi. Ya'ni paddashka qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bekardan bekar Allohim meni bu inson bilan yuzlashtirib qo'ymadi. Даже menga сообщение ham yozmagan yoki ko'rishmagan. Prosta bir ukam sababchi bo'lib qolib videosini tashladi. Aka shu ukamiz yo'lga chiqibdi, yangi kanali bor ekan. Keling paddashka qilib qo'yaylik dedi. Как раз yo'lim yaqin edi, 10 kilometr, 13 kilometr shunday keldim. Hozir mana chiroyli joyda, ya'ni atmosfera topib, ukam bilan intervyu qilyapmiz. Eng qizig'i mana shu yerda hozir bir yarim soat turdik. Bilmayman, 5-10 ta odam kelib, rasmga tushib, video qilib, tabriklab, omad tilab, qo'liga to'g'risini aytaman, pul ham beryapti, narsalar olib kelib beryapti. Shunchalik bo'ladi. O'zbek bir-birini musofirchilikda paddashka qiladigan musulmon o'zi xalqimiz. Bilasizlar, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston farqi yo'q. Hammamiz bitta musulmon xalqmiz. E'tibor qilib, yo'lda ketayotgan aka-ukalarimizdan bir ukam omad, Allohga omonatsan, malada seni kuzatyapmiz deb qo'yla bo'ldi. Shuni o'zi aytadi. Ko'ngil ancha ko'tarilib, yana motivatsiya bo'ladi. Chunki bu yerda juda ko'p tanishlar, sen Moskvaga ham yetib bora olmaysan degan joylari bo'lgan ekan. Shuning uchun ukam dedim, молодец dedim. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman, mabodo ko'rib qolsanglar shu ukamizni kanaliga obuna bo'lib, like'lar bosib, paddashka qilib turinglar. Yana qanaqadir bir ichingizdagi gaplaringiz bo'lsa, gapiring. Nechta pul toparsiz kuriyerlikda? 5000-6000 topardim. 5000-6000 puldan kechib, orzu maqsadga intildim, to'g'risi gap. Молодец. Va yuragimda bir tiqinday turardi-da, shu nimadir qilishim kerak, chiqishim kerak va chiqdim. Alloh meni alhamdulillah hamma narsani yig'iztirib tashladim, ishoning. Hamma narsani yig'iztirib tashladim. Avvalo Allohga yuzlandim.
va ota-onamga, Inom akam, Jalilov Inom akam, keyin o'zim amakim Bunyod akam, shular bilan maslahatlashgan holda ota-onamning rizoligini olib mana yo'lga chiqdim. Inshaalloh. Va meni kuzatib turgan mana obunachilar shunchasi duo qilib, hojonalar, hojatalar, hoji akalar hammasi duo qilib mana butun qishlog'im, misol uchun Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 4-sahvozda tug'ilganman. 4-sahvozdagi xalqim mana hamqishloqdoshlarim hammasi duo qilib, har kuni mana SMSda ham duo qilib, video xabarlarda ham, audio zapislarda ham Tashid aka mana shularni hammalaringiz duoyi sabab mana shu yergacha sog'man yetib keldik. Inshaalloh yurak urib tursa, umidni uzmasam, yetib boraman Xudo xolos O'zbekistonga. Albatta, inshaalloh. Sirdaryolik akalarim faxrlansanglar bo'laveradi. Shunaqa mard o'g'lon borligidan, aynan Sirdaryoda borligidan faxrlanaylik. Ya'ni O'zbekistonda. Lekin Sirdaryolik akalarim menga bir videodan oldin rasa akamiz xafa bo'lib gapirdi. Meni deydi, "Dash yaqinlarim" deydi, "O'zim olib turganlarim eplay olmaysan" deb rasa meni deydi, ortga tortdi. Lekin men shularga qaramasdan uddalayman deb harakat qildim. Qani aka, Allohga shukr, Moskvaga yetib keldim deyapti. O'zim ishonmayapman deyapti. Yig'lamsirab gapiryapti. Shuning uchun men xohlardimki, shunaqa bolalarni motivatsiyasi o'lmasligi uchun, umidini so'ndirmaslik uchun doim poddeshkada aka bo'laylik. Ya'ni kommentariyani ukamiz olib kirib o'qiydi. Yaxshi fikrlar yozib qo'ysalar, vobshe zo'r bo'lardi. Men bitta narsa aytsam bo'ladimi? Ayting. Haqiqatdan oldin ishonmasdim. Odamning yomoni bo'ladi, millatning yomoni bo'lmaydi deydi-ku. Albatta. Xuddi shunday endi bir sal sho'xroq qilib boshqa qilib yurganmizmi oldin boshqa qilganmizmi, lekin men hayratdaman. Misol uchun O'rta Osiyo deganda haqiqatdan mana katta risk qilasizmi, sezadimi, biladimi, shunaqa jon ochib, mehribon. Siz aytganda pul ham, misol uchun suv, hamma narsadan, misol uchun mana Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, mana og'aynim bor, u ham telefon qilib, "Javlon kamchilik yo'qmi?" O'rta Osiyo, respekt, Qozog'iston mana rost gapda. So'rayotganlar vobshe hammasi mana O'rta Osiyo hammasiga men kuzatib turganlar, ko'rib turganlar, qozoq bormi, qirg'iz bormi, tojik bormi, turkman bormi, O'zbekiston mana har doim hamdo'stligimiz yo'qolmasin. Albatta jigarlar, inshaalloh poddeshka qilsanglar xursand bo'lamiz. Biz ham juda katta bloger emasmiz, lekin ukami qanaqadir yo'lishiga bor narsamiz bilan poddeshka qilish harakatidamiz. Ya'ni kanalim bor ekan, shunaqa insonlar bo'lsa, qo'limdan kelgancha poddeshka qilaman. Bir kopeyka ham olmayman, prosta обращаться qilsam, qo'limdan kelsa doim bag'rimni ochib, kutib olib poddeshka qilaman. Ekranda, ya'ni kamerani ushlab turgan ukamga addushiraman, chunki bu ukam sababchi bo'lib, svязь bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasiga shu gapni gapirmoqchiman. Yuragida o'ti bor bolalar ko'p, juda ham ko'p, men buni bilaman. Chunki men o'zim ham mana shunaqa bola bo'lib, o'zim harakatim bo'lgan. Qila olmaysan deb yon atrofingizdagi ko'p odam miyani blokka tushirib qo'yadi. Bu narsani yechishning eng oson yo'li Allohga yuzlaning, ota-onangizning duosini oling, ota-onangiz mayli bolam qil desa bo'ldi. Qiling, qolganini hech kerak emas, rost gap. Qila olmaysan deb o'tirib, "Yo'q, sen baribir bo'lmaysan, sen qila olmaysan." Unaqa o'zini qo'lidan kelmaydigan odamlar sizni fikringiz, niyangizni bloklab qo'yadi. O'shaning uchun qilaman degan har bitta ezgu niyat, amal ishingiz bo'lsa qilishingizni xohlardim. Agar meni mana shu velikda ketishim sizlarga qanaqadir bir motivatsiya berayotgan bo'lsa, realniy motivatsiya, men gapirib emas, dogozatsiyasi bilan chiqarib berish uchun velikda chiqqanman. Albatta, siz Instagram kanalida har minut, har soat videolar joylayapti. Men ukamga aytdim, "Uka dedim, bir kun ikkita video emas, kim oldingizga keladi, qanaqa kontent qizig'i yo'q, qo'yavering" dedim. Minutiga qo'ymaysizmi? Siz dedim prosmotr uchun emas, siz dedim bor haqiqatni ko'rsatib ketsangiz, odamlar sizga yana ham ko'proq obuna bo'lib, yana ham ko'proq sizni duo qilib, ko'rib qiziqadi dedim. Tulporni bir minib qo'ymasam bo'lmaydi. Bismillah. Yoshligimda minardim. Ani voy. Jigarlar, Veli Xudo xolasa O'zbekistonga boradi. Aynan ukamizni o'zi bilan. Ammo maladesi yomon qiyin ekan. Bu orqadagi yukni qarang-ni. Likillatib yuryapti. Shunchalik yuk ketayotganiga qo'yili. Javlonbekda poddeshka qilinglar. Juda ham xursand bo'laman. Allohga omonatsizlar, sog' salomat bo'lasizlar. Musofirda yurgan aka-ukalarim, sizlar bilan har doim Davlat Mahmedov va Javlonbek Olimovich.